Andijon moshina bozorida mana navbatdagi Damas'imiz 2024-yil ishlab chiqarilgan 4 ta sakadiska yumshoq baloni bor. Mashinamiz yaxshi holatda ekan. Mana chiroqlar qo'yib qo'yishdi bezak uchun. Mashina ideal holatda ekan. Mana polilarimiz bor, chexol bor. Chexolni mana udorlardan taqib qo'yishibdi. Patolog qismlari. Mana monitorni udorini qo'yib qo'yishibdi aka. Monitor qo'yaman demaysiz. 100 mana 14 mingmi? 140 ming yurgan ekan, adashibman, uzr. Mana mashinamiz mana qadachchalarni o'rnatib qo'yishibdi. Mashinamizda metan gazlar bor, xudo xolasa. 4 ta sakadiskani qo'yib qo'yishdi, go'zal qilishdi. Orqa tomon ko'rish holatlari akalar. Mashinamiz mana yap-yangi. Pechat. Orqa tomonlari aynan qoraytirilgan. Aka nomeringizni aytib bersa bunga? 91 482 2001. 482 2001. Ha, bankam qilib bera olamiz. Puli qanaqa bo'ladi? Savdo bo'ladi. 7800 dan tushib beramiz. 7800 dollar kami bor. Kami bor. Bozor qancha qildi buni? Buni bozor necha pul erishdik? Ukamga pul erishdi bunga. 7400 erishdi bunga. 7400 dollar. 7300, 7400 ga borib pul qilishdi. 7,5 ga bo'ladimi? Qaling bo'lsa nasib. Bo'ldi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, mashinani bemalol baraka qilib savdo qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa mashina ideal holatda turibdi. 4 ta sakadiska yumshoq baloni, hech qanaqa rasxod yo'q, yap-yangi mashina.